Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizdan yana bitta 3 xonali skvoznoy planirovkada bo'lgan uyimizni sotuvga chiqdi. Uyimizni manziliga keladigan bo'lsak, Sergeli, Yangi Darxon mahallasi 3-bekatga где-то bir 5 kun yursa 10-12 minutlik yo'l. Bu yerda avtobus marshrutkalar qatnovi to'xtovsiz 2000 so'mdan marshrutkalar qatnaydi. Tak, ko'rishinglar mumkin, do'moldi. Parkovkalar bemalol. Uyimizni Fayzi xonadon ekan. Hozir video davomida bo'lganingizlar ma'lumotini aytib o'taman. Ko'rishinglar mumkin. Metro o'sha ko'rinib turgan g'ishtli domlarni orqa tarafida. Uyimizning ichki qismiga kirib kelaverish. Bu yerda uy egalarining gullarni taxlab qo'ygan ekan, chiroyli. Bu yerda esa ikkita lifti, bitta pazashirni, bitta грузовойный lifti. Xonadonimizning ichki qismiga ham kirib oldik. Ko'rishinglar mumkin. Uyimizda ikki taraflama skvoznoy deyiladi bu. Ya'ni bu yoqda ham oyna bor. Bu yoqda ham oyna bor. Ikkita balkonli. Oshxonada ham balkon bor, spalniyada ham balkon bor. Tanishtirib o'taman. Shkaflar qo'yib qo'ygan ekan. Bu yoqda birinchi xonamizga kirib kelishdi o'ng qo'lda. Zal qilsanglar bo'ladi buni bemalol. Bu yerda konditsionerlar qo'yilgan, televizorlar qo'yilgan. Uy egalari bilan gaplashib qo'ydik. Bu yerda hamma narsa qoladi. Tak. Bu ikkinchi xonamiz. Buni detskiy qilsanglar bo'ladi yoki bu narsa o'zlaring xohishlaringga qarab o'zgartirishinglar mumkin. Bu yerda ham shkaflarimiz qo'yilgan, lampochkalarimiz ham qo'yilgan. Bu bizning 3-xonamiz, spalniy xonamiz. Spalniyda ham hamma sharoitlar qilingan. Oynalar, bu yerda shkaflarimiz, spalniy va bu yerdan birinchi balkonga chiqiladi. Reshotkalar ham tayyor. Agar yosh bolalaringiz bo'lsa, bemalol qo'rqmasdan xavfsiz. Sanuzel umumiy sanuzel. Razdельный emas, semizonniy. Va bu yoq oshxona qismimiz. Bu yerda ko'rib turgan barcha mebel texnika qoladi. Chiroyli oshxona mebellari qilingan. Kir mashina bu yoqda va bu yoqda xolodilnikimiz. Bu yoqda esa ikkinchi balkonimiz. Sizlarga ajoyib yoqadigan tarafi mana bu maktab bo'ladi, bunisi bog'cha bo'ladi. Atrofi to'la supermarket. Kartinka ham juda yaqin masofada bu yerda. Ko'rishinglar mumkin, hammasini kelib. Uyimiz umumiy kvadrati 75 kvadratdan iborat. Skvoznoy 3 xonali, tayyor kelib yashashlari mumkin. Dokumentlarda hech qanaqa muammo yo'q ekan. Uy egalari bilan gaplashdik biz. Kelib o'zlari yana tekshirib olasizlar bir martaga. Tak, uyimiz umumiy kvadrati 75 kvadratdan iborat. Bahosini esa 67500 egalar bilan talash-tortish savdo qildik. Agar realniy klient puli bilan keladigan bo'lsa, yana bu narsa o'tib beraman dedi. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin.